Siz rasist prava qilaman deydi. Har kimga ishonmangizlar. Hakim emas kimga ishonib yatmangizlar aynalar. Mana голосовое. Mana. Prava bo'ladi aka, bo'lmaydi emas. Bo'ladi, 100% bo'ladi. Xohlasangiz aka pasportim bilan pravamni sizni qo'lingizga beraman, to'g'ri pravangizni olgunizcha. Kim ayna qandaysiz? Yaxshisizmi? Salomatingiz yaxshimi? Xudoga shukr, yaxshi, zo'r. Ayna bilan bir hafta oldin hijom qilgan edik. Vafshu zo'r ekan hijomimni shu davlenlarim baland edi, tushib normal bo'lib qoldi. Hech og'riq sezganingiz yo'q. Hammasi yengillik inshaalloh. Hammasi yengil bo'lib qoldi, hammasi yengil bo'lib qoldi. Yana bu o'zim kanalimga qo'yaman. Yana bir ikkita do'stlarimiz bor, ular qo'yadi. Keyin hozir osteoxondrozingizga biz shuluk qo'yapmiz. Shuluk hozir chaqqani, shuni shulukni so'rayotgani bilinyapti ayna sizga. Buna og'riymi yo'qmi buna? Kim etib sal-mal bilib, ba'zi bilmay qoldi. Bilinmay qoldi, Yaxshi. Buna endi mana shu osteoxondrozlaringiz mana tuzlarni haydaydi bu inshaalloh. Juda yaxshi bo'lib ketasiz. Ana o'zimizning xalqimizga, musulmonlarga nima deysiz? Bizni tavsiya qilasizmi yo'qmi? Buni ko'rib turganlar, YouTube'da ko'rib turgan og'ayinlar, buna kelingizlar, hammasi zo'r. Buna men davlenim baland edi. Qon bosim oshib ketgan edi. Shuni bir marta hijom qildi. Davleni tushib normal bo'lib qoldi. Buna bo'yinda buna osteoxondroz bor. Sal-sal tomirlar tortiladi, ana shuga keldim, buni hozir shuluk qo'yapti. Shuluk ham juda zo'r, odamga juda ham yaxshi xo'sh chaqayapti-da. Juda zo'r, inshaalloh mana bu inshaalloh bu tugab yaxshi bo'lib ketasiz, qarang. Shuluklar juda semiryapti, to'yayapti inshaalloh. Hay, bo'pti ayna, rahmat. Hamma chinni aytish kerak, rosti to'g'risini aytish kerak. Bo'ldi ayna, rahmat. Assalomu alaykum aka-ukalar, og'ayni-janolar. Aynalar like bosib, gumburlatib, maksimal darajada podpisatsiya bo'lmagan bo'lsangiz, ayna podpisatsiya bo'ling. Ayna Telegram kanalimiz bor. Laqaylar birligi 8 desangiz gruppa 2,5 mingdan oshib ketdi uje desangiz bo'ladi. Podpisatsiya bo'lsangizlar ish hammasi naval. Aynalar keyin yana o'zimizning aynalarimiz, aka-ukalarimiz aldanib jiribdi. Prava qilaman deydi, birovga misol uchun bir harramxo'rga 40 ming so'm pul bergan. 40 ming so'm pul bergan. Telefonni o'chirgan, chorniy spiskaga qo'yib ketgan. Nima prava desangiz, rossiyskiy prava qilaman deydi. Har kimga ishonmangizlar. Hakim emas kimga ishonib yatmangizlar aynalar. Mana голосовое. Mana. Prava bo'ladi aka, bo'lmaydi emas. Bo'ladi, 100% bo'ladi. Xohlasangiz aka pasportim bilan pravamni sizni qo'lingizga beraman, to'g'ri pravangizni olgunizcha. Ko'rdingizmi aynalar? Bu harramxo'r shu Kanibadanmi, shu tomondan, Lelnabad tomondan shu. Shu yoqlarga taylangizlar ko'rsin. Mana shunaqa harramxo'rlarning suratlarini qo'yib o'tamiz. Aldanib qolmangizlar. Prava qilaman deydi, 40 ming, 50 ming pul. Kim uchun pul emas. Lishda men uchun pul 40 ming. 1 so'm pul men uchun. Lekin aldanib qolmangizlar. Mana shunaqa harramxo'rlarga o'xshaganlarga pul berib yatmangizlar. Sapsim. Nima deyman? Jonlaringiz sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, o'zlaringizni asrangizlar.